Shu videodan keyin Instagramdagi xohlagan turdagi narsani siz oson sotishni o'rganasiz. Aynan hozir Instagram orqali bir necha 10 ming dollarlik sotuvlarni qilish 3 ta qadamini ko'rib chiqamiz va qadamlar osonidan qiyinigacha ketma-ketlikda boradi. Shuning uchun oxirigacha ko'rishingizni maslahat beraman. Meni tanimaganlar uchun ismim Fazliddin, 4 yildan beri content marketing sohasida faoliyat yuritaman. Jamoam bilan yirik loyihalarga content marketing bo'yicha yordam berib kelmoqdamiz. Shu kungacha davlat bilan ham yirik B2B, B2C sektorlardagi bizneslar bilan ham hamkorlik qilganmiz. Biznes trenerlardan tortib davlat universitetlarigacha bizning hamkorligimiz bor. Va shaxsiy brendlarda ham, kompaniya brendlarida ham aynan Instagramda sotuvlarni qilish uchun men doimiy foydalanib kelgan qadamlar bor. Shu qadamlarni hozir siz bilan bo'lishaman va xudo xolasa sizga ham bu narsa foydali bo'ladi. Demak, birinchi va hozirdan qo'llashingiz mumkin bo'lgan qadam bu bio orqali lead generatsiya qilish. Lead generatsiya nimaligini bilmaydiganlar uchun tushuntirib ketaman. Bu sizning mahsulotingizga yoki sizning produktingizga qiziqqan insonlarni kiruvchi qilib olish. Ya'ni ularni raqamini olishingiz mumkin yoki ularni siz kontaktini olishingiz mumkin, любой boshqa kontaktini olishingiz mumkin. Ular mahsulotingizga qiziqdi va bu orqali sizga kontaktini berdi. Mana shu lead generatsiya deyiladi va bu narsani bio orqali siz qilsangiz bo'ladi. Hozir sizga tushuntiraman. Juda ko'pchilik reklamalar orqali kontakt olish mumkin, kontent orqali organik yo'l bilan qiyin deb o'ylaydi. Ya'ni reklama yoqasiz, odamlar nomerini qoldirasiz, telefon qilib nimada sotishingiz mumkin. Lekin aslida olganda o'zi content marketing orqali bemalol lead generatsiya qilsa bo'ladi. Demak, birinchi navbatda odamlar sizga ro'yxatdan o'tishi uchun forma yasash kerak yoki-da administrator, masalan, administratorga yozish mumkin bo'lsa, administrator belgilash kerak. Masalan, yoki biz onlayn konsultatsiyamiz uchun mana bunaqa forma yasaganmiz. Bu formada savollar bor. Savollardan keyin o'sha formani linkini bio qismiga qo'yib qo'yganmiz, ya'ni Instagramdagi bio qismiga. Va bio qismiga bu link qo'yildi. Qo'yilgandan keyin odamlar bu narsa borligini bilish kerak. Borligini bilish uchun, masalan, bir oyda 30 ta kontent joylaydigan bo'lsak, o'rtacha 10 tasida, ya'ni o'rtacha 30-40% da biz har doim aytamiz. Deylik, siz mana shu mavzuda qiynaladigan bo'lsangiz, bizda bu bo'yicha konsultatsiya bor. Konsultatsiya haqida ko'proq ma'lumot olish uchun bio qismidagi mana shu link orqali ro'yxatdan o'ting degan call to action bo'ladi. Ya'ni videoning oxiridagi chaqiriqqa undov bo'ladi. Va bu orqali odamlar Reels'ni ko'radi. Reels'dan keyin bio qismiga o'tib, o'sha yerda nomerni to'ldiradi. Ya'ni formani to'ldiradi. O'zini kontaktini, Telegramini, nomerlarini qoldiradi. Birinchidan bu sizga baza bo'ladi. Ikkinchi navbatda siz ularga bog'lanib o'zingiz produktingizni sotishingiz mumkin. Bu yerga Google Forma yoki CRM qo'ymasa ham bo'ladi, ya'ni administrator qo'yishingiz mumkin. Bitta loyihamizda biz o'zimizni onlayn infoproduktimizni sotishimiz uchun Telegram administrator qo'yib qo'yganmiz. Ya'ni o'sha biodagi linkni bosadi, Telegram administratorimizga o'tib, men kursga qo'shilmoqchiman degan knopkani bosib, administrator orqali pul to'lab kursga qo'shiladi. Balki shunaqa qilishingiz mumkin. Lekin bu yerda masala nima? Siz Reelslaringizda odamlarga chaqiriq qilishingiz kerak va chaqiriqdan keyin ular bio qismida ro'yxatdan o'tishi kerak. Juda ko'pchilik mana shu oddiy narsani qilmaydi. Mana shu narsani o'zidan siz oylik sotuvlaringizni 10% dan 20% gacha oshirishingiz mumkin. Bemalol. Men katta sotuvlarni aytayapman. Masalan, o'rtacha 15 mingdan 100 ming dollarga sotuvlar qiladigan bo'lsangiz, xoh infoproduktlarda bo'lsin, xoh sizning xizmatingizda bo'lsin, boshqa narsada bo'lsin. Xuddi shu narsani men o'zimni profilimni sinab ko'rgan. O'zimda 2000 dan oshiqroq obunachi bor edi o'sha paytda va men ham xuddi shunaqa link qo'yganman. Link qo'yganimdan keyin ba'zi videolarimda linkka undaganman odamlarni ro'yxatdan o'tishni agar meni xizmatim kerak bo'lsa va shu orqali 6 ming dollardan 10 ming dollargacha o'rtacha chekda mana sotuvlar bo'lgan. Ya'ni o'zimda bu narsa ishlagan. Va boshqa produktlarimizda ham, boshqa ekspertlarimizda ham bu narsani ishlatganmiz. Shuning uchun eng foydali va hozirda amal qilsangiz bo'ladigan, keyingi o'sha syomkangizda siz o'sha reelslaringiz oxiriga mana shunaqa call to actionlar qilib ulasangiz bo'ladi va xoh o'zingiz ekspert bo'lsangiz yoki siz marketing bo'yicha mutaxassis bo'lsangiz, shu narsani ekspertizada qo'llasangiz bo'ladi. Ikkinchisi bu chatbotlar orqali sotuv qilish. Instagramda siz juda ko'p ko'rgansiz yoki balkim o'zingiz ham ekspertlaringizda yoki o'zingiz ham blogingizda sinab ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Ma'lum bir juda ham ommaga foydali bo'lgan materialni siz berasiz. Buni o'rniga chatbot yozadi masalan. Palonchi materialni olib olish uchun kommentariyada palonchi so'z yozib qoldiring deyshadi va undan keyin deylik 7 raqamni yozib qoldirgandan keyin uni direktiga xabar boradi. Mana shu narsani olmoqchimisan, bizga obuna bo'l. Obuna bo'ldi, undan keyin material beriladi. Va shuni o'zidan sotuv qilsa bo'ladi, lekin juda ko'pchilik buni qilmaydi. Bu qanaqa bo'ladi? Keling sizga hozir chizib ko'rsataman. Birinchi odamlar siz Reels'ni ko'radi. Reels'ni ko'rdi. Reels ko'rgandan keyin siz aytdingiz, palonchi so'z yozib qoldir. Bu keyword deyiladi, ya'ni kalit so'z yozib qoldirdi. Undan keyin kalit so'z yozib qoldirgandan keyin direktida sizlar yozish deyiladi direktda. Bu materialni olish uchun link yuborildi, undan keyin materialni oldi, bo'ldi. Shundan keyin hamma tashab qo'yadi. Lekin aslida olganda nima qilsa bo'ladi? Mana xabarni oldi, materialni oldi, rahmat aytdi. Undan keyin 3-chi qadamni qilish kerak, bu rasulka. Rasulka qanaqa bo'ladi? Siz obunachilaringizga ma'lum bir materialni berganingizdan keyin
deylik 5 soatdan keyin unga qayta xabar yuboriladi. Qayta xabarda siz aytasiz: "Assalomu alaykum, siz qo'llanmani oldingizmi? O'zi mana shu sohada yoki mana shu imенно muammoda nima sizni qiynayapti? Men sizga yordam beraman. Bugun vaqtim bor. Keling, nima savollar bo'lsa menga yozing" deb aytiladi audio xabar. Va audio xabarni o'sha chatbot orqali rasulka qilish kerak, odamlarga qayta yuborish kerak. Buni chat place yoki ManyChatdagi mutaxassislarga qildirasiz agar ekspert bo'lsangiz. Marketologlar bu narsani tushundi qanday qilishni. Ya'ni chatbot orqali qayta xabar yuborasiz. Va hamma magic narsa mana shundan boshlanadi. Siz qayta xabar yubordingiz, qayta xabar yuborganingizdan keyin odamlar sizga muammosini yozishni boshlaydi. Masalan, deylik, marketing bo'yicha qanaqadir qo'llanma berdi marketologlarga men. Bergandan keyin qayta xabar yuboraman men. Assalomu alaykum, marketing bo'yicha nima muammo sizda? Klient topishdami yoki qimmat produktlar bilan ishlashdami yoki qimmat loyihalar bilan dogovor qilishda muammongiz nima? Men bugun direktga javob berishga vaqtim bor. Yozavering savolingizni degan audio xabar hammaga yuboriladi. Ya'ni menga yozgan hammaga yuboriladi. Yuborgandan keyin birinchi nima bo'ladi? U menga o'zini muammolarini yozadi. Muammolarni yozgandan keyin men nima qilaman? Unga o'zimni ekspertlik fikrlarimni berib boraman. Undan keyin u qayta savollar berishni boshlaydi va men o'zimni qaysidir produktimni taklif qilishim mumkin. Masalan, deylik, muammolarni aytdi, bo'ldi, zo'r. Xuddi shu muammoga yechim bo'ladi, menda konsultatsiya yoki mastermindga yozilishingiz mumkin yoki mana bunaqa kursim bor, yaqinda boshlanadi, xohlasangiz yoziling. Mana prezentatsiyasi. Yozilaman desa, bitta u bo'yicha ham ko'rishib qolamiz yoki uchrashib qolamiz. Yoki konsultatsiya bo'lsa, xohlasangiz yoziling, men sizga mayli muammongiz bor ekan, chegirma ham qilib beraman deyishingiz mumkin. Siz o'zingiz yozishmaysiz balkim, yordamchingiz yozishar balkim. Ya'ni uning masalasi yo'q. Lekin asosiy masala nimada? U o'ziga muammosini sizga aytish kerak, siz muammosiga yechim berishingiz kerak va undan keyin muammosiga yechim beriladigan bitta produkt taklif qilishingiz kerak. Va shundan sotuv qilsa bo'ladi. Yaqinda bitta ekspertimizda o'rtacha 10 kun ichida kichik mini produktimiz bor. 8,5 millionlik sotuvni qilib qo'ydik. Prosta direktdan bitta odam qo'yib qo'ydikda, yozish u. Ya'ni sen muammosini so'rab olasan, so'ragandan keyin yozishasan va produktni taklif qilasan. 300 mingdan 1,5 milliongacha bo'lgan produktimizni sotdik. 8,5 millionlik sotuv bo'ldi. Bu hech qanaqa harakatlarsiz, strategiyasiz. Agar buni plan asosida qiladigan bo'lsa, bemalol sotuvlarni bir necha 10 millionlik qilsa bo'ladi. 3-qadam, bu sal ko'proq vaqtingizni olishi mumkin. Bu qadam lekin sizga o'ylaganingizdan ko'proq daromad olib kelishi mumkin. Ya'ni nima qilinadi? Birinchisi, lead magnet bo'lgan video ishlab chiqariladi va u videoga Reels orqali odam olib o'tiladi. Va u orqali videoda sotiladi. Birinchisi, siz obunachilaringizga yoki siz auditoriyangizga juda ham foydali bo'ladigan bitta video material ishlab chiqishingiz kerak. Masalan, deylik, dietolog misolida olamiz. Dietolog auditoriyasida ozish bo'yicha muammo bor va juda ko'pchilik uy sharoitida ozishni xohlaydi. Siz tayyorlashingiz mumkin video uy sharoitida 10 kiloga 3 oyda yoki 2 oyda ozish va bu tabiiy yo'llar bilan, hech qanaqa katta xarajatlarsiz. Bu video qo'llanma 17 daqiqa bo'lgan, buni olish uchun palon so'z yozib qoldiring deb odamlarni tortishingiz mumkin. Endi shunaqa foydali bo'lgan videoni ishlab chiqasiz. U videoni ishlab chiqqaningizdan keyin unga obunachilaringiz olib o'tadigan 10 tacha reels ishlab chiqasiz. Masalan, o'sha video mavzusiga doir bo'lgan reelslar, masalan, ozish, uy sharoitida ozish, pul tikmasdan ozish, shunaqa mavzular haqida video qilib va videolaringiz oxirida, reelslarning oxirida mana shunaqa qo'llanmam bor. Bu qo'llanmani ko'rib siz ancha foyda olasiz deysiz. Endi hamma magic joyi bu yoqda o'sha sizga foydali bo'lgan 17 minutlik videongiz ichida bo'ladi. Men 17 minut deb primer uchun aytmayman, balkim 20 minut, balkim 5 minutda, lekin foyda bera olishingiz kerak. Foyda berdingiz o'sha katta videoning ichida va foyda bergandan keyin o'zingiz qaysidir produktingizni taklif qilasiz ularga. Bu foydali videoni o'zi yasash qo'llanmasi bo'ladi. Ya'ni qachon foyda berasiz, necha minutgacha foyda berishingiz kerak. Undan keyin foydali narsani berib bo'lganingizdan keyin o'zingiz kursingiz yoki qanaqadir produktingizni qanaqa taklif qilasiz. Mana shu narsa bo'yicha. Buni faqat kurschilar qilmaydi. Masalan, deylik, siz mashina sotasiz. Deylik, siz BYD dilersiz. U ham bunaqa narsa qilsa bo'ladi. Masalan, 2026-yilda qanaqa BYDni tanlash kerak? 20 ming dollar plyus bo'lsa qanaqa BYD, 30 ming dollar plyus bo'lsa qanaqa BYD. Bu haqida biz qo'llanma ishlab chiqdik, video material. 10 minut ko'rasiz, shunday zo'r informatsiya olasiz va adashib qolmaysiz, deyildi. Bunaqa qo'llanma tayyorlandi va qo'llanmaning oxirida уже mana video olindi, oxirida deylik, foydali ma'lumot berganingizdan keyin biz mana BYD salonimiz bu yoqda, bizga tashrif buyuring, shunday adashib qolmaysiz. Biz sizga eng to'g'ri maslahatlarni beramiz deb u yoqdan odamlarni o'zingiz saloningizga tortishingiz mumkin. Ya'ni o'ylab qolmanglar, bu bergan narsalarimiz faqat kurs sotadiganlarda qo'llanilar ekan, bizda qo'llanilmas ekan deb o'ylab qolish kerak emas. Santexnika magazinida ham qo'llasa bo'ladi bu narsani. Endi foydali shu lead magnet tayyorlash man skripti bor dedim, o'zi qo'llash etaplari bor. Qanaqa qo'llanadi desiz, uni men gaydi bor, o'sha qo'llanmasini sizga berishim mumkin. Instagramga o'tib PDF deb yozsangiz, o'zi avtobot sizga yuboradi. O'sha PDF deb yozganingizdan keyin Instagramda sizga o'sha xabar boradi, o'sha xabarda siz olasiz o'sha qo'llanmani. Shunda bexato qilib qo'llanmangizni foydali ham,
ham o'zizga уже siz mahsulotingizni sotib olishga tayyor bo'lgan mijozlarni olib kelishingizga yordam beradi. Endi bunaqa foydali ma'lumot berdingiz, foydali video qildingiz. Videodan keyin nima qilish kerak desa, u yerda nomer olishingiz mumkin, masalan, yokida primoy sizga qo'ng'iroq qilishlarini so'rashingiz mumkin. Yokida men sizga deylik, hozir aytdim, men daretimga o'tib, mana shunaqa narsa yozib qoldir, sizga yana nimadir boradi. Men prosta sizga foyda bo'lishi uchun aytyapman. Lekin shu yerda sotib qilishim mumkin edi. Deylik, menda mastermind produktim bor, mana bunaqa boshqa foyda olishingiz mumkin. Mastermind sizga qiziq bo'lsa, Instagram daretimga bunaqa deb yozib qoldiring deb, yana sizni Instagramga qaytarib yuborsam bo'ladi. Ya'ni siz ham mana shu narsani bitta o'ylab ko'rasiz. Bu voronka deyiladi. Prosta odamlarni qaysi joyga yo'naltirishingizni bitta o'ylab olishingiz kerak. Ya'ni bu sizni produktingizdan kelib chiqadi. YouTube kanalimni aktiv rivojlantirib boraman. 2026-yilda YouTube kanalimga 50 dan ortiq videolarni joylash planim bor. Va bu videoda men sizga 3 ta qadamni to'liq qilib ko'rsatib berdim va har bir qadamning ichiga kirib chiqish mumkin. Agar qiziq bo'lsa, mana shu 3-qadam menga to'liqroq qiziq yoki 2-qadamni ko'proq yoritib bering desangiz, men talablarga binoan qo'shimcha yana qilib berishim mumkin. Men 4 yildan beri sinab ketgan juda ham ko'plab metodlar bor. Hammasini men YouTube'imni yoritib, sizlarga foydali bo'lishi uchun berib boraman va kanalimga obuna bo'lib, kuzatishda davom etsangiz, xudo xohlasa ancha foydali ma'lumotlarni olasiz. Menda bitta odat bor. Har doim savollarga ochiqman. Masalan, hozir ko'p vaqtim uchrashuvlarda yuradi, lekin men har doim kontakt qilishni yaxshi ko'raman. Ya'ni odamlar menga savolni yozadi, men javob beraman, lekin YouTube'da bu narsa qiyinroq, bilasizlar. Telegramda men ancha yaqinroqman obunachilarim bilan. Telegramda menga savol berishingiz osonroq, men assistentlarimga bog'lanishingiz osonroq, kommentariyada savol bersangiz, meni javobimni olishingiz osonroq. Shuning uchun Telegram kanalimga qo'shilishingizni maslahat beraman. U yoqda qisqa bo'lgan, foydali bo'lgan va hozir ishlayotgan trendlar yoki loyihamizdagi qanaqadir case study'lar bo'lsa, men yoritib boraman va sizlarga ham ancha foydali bo'ladi. Telegramda Fazliddin pastchiziqcha Mamadaminov deb yozsanglar, sizlarga kanalim kelib chiqadi va qo'shilib olishingiz mumkin. Bu videoda men qisqa qilib tushuntirdim, lekin juda ham foydali va o'zimda bir necha 10 ming dollarlik sotuvlarni qilishga yordam bergan texnikalarni yoritib o'tdim va har biriga qiziqib qilib ko'radigan bo'lsangiz, xudo xolasa natijasini olasiz va blogingizda ham umuman daromadingizda ham foydali bo'ladi degan umiddaman. Siz bilan kontent marketolog Fazliddin bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.